Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Biz sizlarga bir bosh ona bola sigirini havola qilamiz. Sigirimiz 10-12 litr sutga ega bo'lib, yonida 7 kunlik g'onojin bolasi bor. Sigirimizni narxini aytishdan oldin bizda qanday qulayliklar bor aytib o'tamiz. Biz sigirlarimizni tepmasligiga, suzmasligiga, yeb-ichishga 10 kunlik kafolati bilan sotamiz. Unutmang, siz biz bilan bo'lsangiz, aynan yaxshi chorva sigirlarni ko'rib va aynan yaxshi chorva sigirlaridan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi narxiga kelsak, sigirimiz 29.500 somon savdo bo'ladi, ya'ni muomalasi bor. Bu sigirimiz sizni kun mobaynida 10-12 litr sutga va 1 litr qaymoq bilan ta'minlashga mo'ljallangan sigir. Aynan shunday xislati bor sigir. Agar siz endi bir maslahat ham berib o'tamiz video davomida. Qarang, quloq soling. Sigirimiz kun davomida 10-12 litr sut va 1 litr qaymoqqa ega bo'lsa, bu bir kun mobaynida 50 somon yoki 60 somon degani. Va aynan shu summani bir hafta mobaynida ko'rsak, hafta mobaynida 400 somongacha chiqadi degani. Agar bir oy davomida desak, 1600-700 somongacha borishi mumkin degani. Siz o'zingiz xulosa qilib oling. Bunday daromadli sigirni yana qaydan topasiz? Agar fikrlarimiz va maslahatlarimiz yoqqan bo'lsa, izohlarda izohingizni qoldiring. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.